Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Matchonov Otabek, Urganch davlat universiteti geodeziya, kartografiya va geografiya kafedrasi doktorantiman. Bugun biz siz bilan Markaziy Osiyoda atrof muhitni muhofaza qilish, fazoviy usullar yordamida tabiiy ofatlar xavfini boshqarish loyihasi bo'yicha geografik axborot tizimlari va masofadan ma'lumot olish atrof muhit muhofazasi uchun kursini davom qildiramiz. Kurs bo'yicha bugun yangi mavzu bilan tanishamiz. Mavzu ma'lumotlar olish va to'plashga bag'ishlanadi. Demak, bu mavzu bo'yicha biz geografik ma'lumotlar turlari taqdimoti bilan tanishib o'tamiz. Geografik axborotlar olish mumkin bo'lgan manbalar turlari bilan tanishamiz. Ma'lumotlarni mos shaklga o'tkazish usullari va yo'llari taqdimoti bilan tanishamiz. Demak, mavzu bo'yicha birinchi ma'lumotlarni o'zi nima ekanligi va geografik axborot tizimlariga ma'lumotlar nima uchun zarurlikka to'xtalib o'tilgan va bunda ma'lumotlar GIS dasturlarida ma'lumotlarni yig'ish eng ko'p vaqt talab qiladigan jarayon hisoblanishi va u eng qimmat jarayon ekanligiga ham to'xtalingan. Demak, ma'lumotlar olish va to'plashda aynan shu tushunchani o'ziga izoh berilgan. Unda ma'lumotlar sifati, dolzarbligi, undagi ishlatiladigan texnik jihozlar va ma'lumot yig'ish va qayta ishlash jarayonlariga to'xtalgan. Shuningdek, ma'lumot to'plash bilan bog'liq muammolarga to'xtab o'tilgan. Bunda demak, geografik ma'lumotlarni qo'lga kiritishda yoki to'plashdan keyin ko'pincha ularni zaruriy shaklga o'tkazish va foydalanishga yaroqli holga keltirish maqsadida qayta ishlash zarurligi ko'rsatilgan. Shuningdek, agar biz geografik ma'lumotlarni ixtisoslashgan agentliklar yoki kompaniyalar ma'lumotlardan to'plamlaridan izlayotgan bo'lsak, demak, bu ma'lumotlar yaroqsiz bo'lishligi, nomukammalligi, milliy yoki xalqaro standartlarga mos kelmasligi kabi muammolarga duch kelishimiz haqida ham to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, ma'lumotlar tizimi, ularning masshtabi, demak, ma'lumotlarning asl aniqligi va uni saqlab qola olmasligimiz, uni saqlab qola olmagan holda qanday yechimlar mavjudligi, shuningdek ma'lumotlar vektorli va rastrli bo'lishi, bu ma'lumotlar o'zaro bog'liqligi va ularni bir-biriga o'tkazish jarayonlari bilan ham tanishib o'tamiz. Shuningdek, bu mavzuda ma'lumotlarni qayta ishlashning texnik masalalariga ham to'xtalib o'tiladi va bu jarayonlar bilan tanishtirib boriladi. Shuningdek, ma'lumotlar to'plashning bosqichlari ko'rsatilgan. Demak, rejalashtirish, tayyorgarlik, raqamlashtirish, qayta ishlash, takomillashtirish va baholash bosqichlari bo'lib, demak, bu bosqichlarga ma'ruza davomida demak, har biriga alohida to'xtalib izoh berib o'tilgan va bu izohlar orqali biz ana shu ma'lumotlar to'plash bosqichlari bilan yaqindan tanishib olishimiz mumkin. Bu yerda ma'lumotlar qayerdan va qanday shaklda olinishiga ham to'xtalgan va ularga ham tushuntirish berilgan. Demak, ma'lumotlarni olish bo'yicha demak, fotosuratlar yordamida yana izohlar ham berilgan. Demak, bunda kartalardan olishimiz mumkin, aerofotosuratlardan, sun'iy yo'ldoshdan olingan rasmlar orqali ma'lumot olishimiz mumkin. Shuningdek, joyida bevosita o'tkazilgan geodezik o'lchashlar yordamida hamda o'zimizda mavjud bo'lgan kompyuterimiz xotirasida saqlanayotgan raqamli va analogik ma'lumotlarni ham ana shu ma'lumotlardan ham foydalanishimiz mumkin. Shuningdek, demak, ma'lumotlar manbalariga ham to'xtalgan va ma'lumotlar manbalari rastrli ma'lumotlar va vektorli ma'lumotlar uchun bevosita ma'lumot manbalari va bilvosita ma'lumotlar manbalariga, ya'ni ikkita guruhga bo'lib ma'lumotlar manbalariga aniqlik kiritilgan. Shuningdek, analogik kartalarga ham to'xtalib o'tilgan va analogik kartalarni raqamlashtirish, analogik kartalarning o'zi qanday kartalar, uni raqamlashtirishdagi muammolar va uni raqamlashtirish orqali GISda demak, undan foydalanish mumkinligini ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, bu yerda biz hozir ma'lumot olish manbalari va ma'lumotlarning turlarini ko'rib chiqamiz. Demak, shuningdek, sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar. Demak, sun'iy yo'ldoshning o'zi nima, undan olingan ma'lumotlar, ya'ni sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar, ularning turlari va GATda qanday foydalanish mumkinligiga alohida to'xtalgan. Shuningdek, aerofotosuratlarga ham to'xtalgan. Aerofotosuratlarni demak, GISda qanday qo'llanilishi va qanday o'sha ma'lumotlarni qo'lga kiritishimiz va ular qanday ma'lumotlardan iborat ekanligiga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, geodezik tadqiqot
natijalarida ma'lumot olishga to'xtalib o'tilgan. Ma'lumotlar to'plash usullari bilan tanishganimizda esa, demak ular ekraningizda ko'rib turgandek, demak fotosuratlar yordamida ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, ular GPS tizimlari orqali, klaviatura yordamida ma'lumot kiritish, masofadan ma'lumot olish, geodezik o'lchash ishlari, raqamlashtirish, fotogrammetriya, skanerlash va boshqa raqamli ma'lumotlardan demak foydalanishimiz mumkin ekan. Bunda demak masofadan ma'lumot olishning birlamchi raster ma'lumotlarni yig'ish usullari asosan sun'iy yo'ldosh tasvirlari uchun masofadan ma'lumot olish, zondlash va ularni tahrirlash usullarini o'z ichiga oladi deb ko'rsatilgan va masofadan ma'lumot olishga alohida to'xtalib o'tilgan va ularni xarakteri, turlari bo'yicha ko'rsatib o'tilib, demak masofadan ma'lumot olgan paytda detektorlarni turlariga alohida to'xtalgan. Demak, bunda quyosh nurlarini aks ettirish bo'yicha passiv detektorlar, ya'ni quyoshdan qaytayotgan nurnigina aks ettiradigan detektorlar, passiv detektorlar hamda o'zi nur chiqarib, keyin shu nurni o'zi qabul qiladigan aktiv yoki faol detektorlardan foydalanilishi haqida to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, bevosita raster ma'lumotlarini to'plash usullariga to'xtalib, bunda demak raster ma'lumotlarini olgan paytimizda demak detektorlarning turlariga bir spektrli, multispektrli va giperspektrli 3 ta turini ko'rsatib o'tilgan va ana shu 3 ta turi bo'yicha ularning xarakterli jihatlarini ko'rsatib berilgan. Shu bilan birga sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlar, sun'iy yo'ldosh tasvirlarining turlari va ularning ko'rinishlari ko'rsatilgan. Demak, pankromatik tasvirlar, multispektrli tasvirlar, shu bilan birga demak giperspektrli tasvirlarni ko'rinishlari bilan ko'rsatib berishgan. Shuningdek, ma'lumotlar bevosita raster ma'lumotlarini to'plash usullarida geometrik tuzatishlar kiritishlar, radiometrik tuzatishlar kiritish va bular nima uchun kiritilishiga ham alohida ahamiyat beriladi. Shuningdek, masofadan olingan ma'lumotlarda demak raster ma'lumotlarini to'plash usullarida qo'shni hududlarni tasvirlash yo'li bilan yerdan foydalanish va yerni qoplamini masalalarini tartibga solish bo'yicha demak qanday usullardan foydalanish kerakligi ko'rsatilgan. Shuningdek, bunda topografik o'lchash ishlari haqida KOGO hamda GPS tizimlari, bular qanday ishlashi, nimalardan iborat ekanligi, GPSni turlari, undan ma'lumot olishdagi aniqliklar, xatoliklarga ham alohida to'xtalib o'tiladi. Shuningdek, skanerlashga to'xtalib, skanerlarning turlari ham ko'rsatib o'tiladi. Demak, bizda qaysi skanerlar qaysi paytda foydalaniladi, uni afzallik va kamchilik tomonlariga alohida to'xtalinadi. Demak, shu bilan birga raqamlashtirishga to'xtalib, demak raqamlashtirishni turlariga yoki qo'lda yoki avtomatik ravishda raqamlashtirish ham ko'rsatilib, bunda digitayzerlarga alohida e'tibor beriladi. Transformatsiya, tayanch nuqtalari va kalibrlash tushunchalariga ham alohida ahamiyat berilgan. Shuningdek, demak bunda biz raqamlashtirishda nuqta-nuqta va uzluksiz ravishda skanerlashimiz mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, raster ma'lumotlarni yig'ish usullari da yana vektorlashtirish tushunchasiga ham ahamiyat berilgan va vektorlashtirishni fotosuratlar yordamida uni vektorlashtirish raster ma'lumotlarini yig'ish usullari ko'rsatilgan. Bevosita raster ma'lumotlarini yig'ish usullari oldindan raqamlashtirish ekanligiga ham to'xtalgan va mavzuda demak raster ma'lumotlarni yig'ish usullaridagi asosiy xatoliklar ham tushuntirib berilgan. Hurmatli talabalar, ma'lumotlar olish va yig'ish bilan bog'liq barcha savollarga mana shu ma'ruzalar yordamida javob topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.